Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bitta zo'r variantimiz chiqqan. Hozir ikki xonadan iborat 71 kvadratli xonadon bo'lyapti. Eng katta ikki xonalilar orasida hisoblanadi. Qaranglar mahallani. Biza yoshlikda trenirovka qilish uchun mandaqa joylarga, maktablarga borardi yoki sport zallarga borardi. Hozir qaranglar, mana trenajyorniy zona, bu yoqda detskiy plashetka, keyin dom yonida shundoq maktab ham, bog'cha ham bir qadam. Bolalaringiz shundoq o'zligisini chiqarib yuborasiz. Bu mana shu hududdagi eng zo'r, eng katta proyektlardan bittasi hisoblanadi. Proyektni juda yoqadi menga, qaranglar. Nimasidir bilan ana eski domlarni kattalik bilan ajralib turgan bo'lsa, o'shanaqa proyektga o'xshashib ketadi. Kirib kelaverishimizda ko'rib turganinglardek oshxona, buni o'xshashib ketadi deganimni ma'nosi mana bu balkon hisoblanadi. Почти 2 metrga 6 metrlik balkon bo'tligiga bismillohni aytib tachchalar qo'yib qo'ysangiz, maza oilaga o'tiraverasiz. Endi keyingi xonalarga o'tiramiz, o'zi zalga mamatdan kirsak ham bo'laveradi. Yanada tushunarli bo'lish uchun men sizga hozir koridordan ko'rsatib beraman. Qanaqa kirishni, mana bu yog'imiz koridor bo'lyapti. Koridordan dalishi mana zalga kirib kelyapmiz. Zalni yoqqan tarafi to'rtburchak. Ko'rasizlarmi? Bemalol mehmonlar kelsa ham kattaroq stol qo'yib yoki oilaviy ham o'tirsangiz bo'ladi. Yukida naryoqdan endi o'zbekchilikni ko'p bilasizlar. Oshxona tarafdan bitta arka ochib qo'yib, oshxonani shunday balkonga chiqarib qo'yib, naryoqdan ham o'tiradigan xona sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ya'ni ikki xonani 3 xona qilib olsangiz bo'ladi. Umumiy maydoniga keladigan bo'lsa 72 kvadrat bu. Juda katta, o'zi 3 xonalar aslan shunaqa bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tiramiz, bu yog'imizda sanuzillar. Sanuzillar ham o'ta katta. Mana bu yog'imiz vannasi, mana hojatxona bo'ladi. Hojatxonani xolasangiz bizdirib tashab, naryoqqa surib qo'ysa, mana bu spalniy xonasini ham katta qilib qo'ysangiz bo'lar ekan. Misol, periplanirovka qilish muammo emas bu uylarda. Keyin mana bularni ajratib turadigan tarafi mana bu skvoznoy hisoblanadi. Ya'ni yo tarafdan ham, narigi tarafdan ham oynalaringiz bor. Havo sirkulyatsiyasi zo'r bo'ladi. Xullas, mana shu xonadonga qiziqqanlar bo'lsa, 62 ming dollar bilan mana savdoga chiqyapti. Yana joyga kelishiladigan joylari bor. Обязательно bog'lanishni unutmang va like bosib, do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Undan tashqari podpiskani ham esdan chiqarmaydi. E'tibor uchun rahmat.